Jo'xa menga sot o'sha narsani. Yo, sotolmayman, o'zimga kerak. Bo'pti, o'zing bilasan. Hoy, Jo'xa menga qarab bor. Ha, janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum, momo yuzaga keldi. Yur, yordam berib bor. Qanaqa muammo? Ana tovuq fermani rahbari yo'qolib qoldi. Keyin tovuqlarni onasi ham yo'qoldi. Yur, birga topaylik. Ha, mayli, yura qoling. Qayerga yo'qolib qoldi rahbari? Bilmayman, tovuqlar qochib ketgan. Qana hammasi tarqalib, rasvo qilib yuborgan atrofni. Ha, ko'rinib turibdi, lekin rahbari nima uchun qochib ketibdi tushunmayapman. Bilmayman, kimdir o'g'irlab ketganmi, hayronman. Katta tovuq yo'qolgan ekan muhimi. Uni ham o'g'irlashgan. Qayoqqa yo'qolgan? Bilmadim, bu tovuqlar endi senga. Endi sen rahbarsan bu yerda bir necha kun. Rahbar topilguncha. Men lekin bu yerni boshqara olmayman. Qo'rqma, hammasi oddiy. Tovuqlarni qaytarib qamiysan, tuxumlarni borib kofechiga berasan, ularga ovqatini berasan, suvni almashtirasan va hokazo. Shunaqa ishlar, tushundingmi? Keyin go'sht kerak bo'lsa kimgadir shu yerda go'shtni olasan-da tarqatasan. Tushunarli-yu, lekin biroz qiyin ish ekan. Ha, mayli, nimadir qilib yuboraman. Voy, jetel, to'xta. Obbo, mana tuxumlar bilan chiqish kerak. Voy, jetel, menga yordam berib bor. Nimaga yordam berishim kerak? O'zimga yordam kerak. Nima yordam kerak? Va tovuqning qara oyog'imni cho'qib tashladi. Nima bo'ldi? Bilmayman, yura olmayapman. Yuribsan-ku? Turibman, qanday yuribman? Tetayapsan, hozir shifokorga boraman. Tovuqlar ustidan yozib beraman. Yoz, kep tovuqlar olib borib qamamasa kerak. Qamaydi, nimaga qamamaydi? Jinnimisan, tovuqni ham qamaydimi? Qamagan bittasini. Qanday qamagan? Ana kuznitsam bor, meni kuznitsam. O'shaning orqasiga katta tovuqni qamashgan. Hozir janob mer aytdi-ku katta tovuq yo'qolgan deb. Yo'qolgan deyishdi, lekin qamalgan ekan. Rostdanmi? Ha, rostdan. U qishloqqa hokim kelganda hokimning oyog'ini cho'qigani uchun uni qamab qo'yishibdi. Tushunarli. Endi hammasi ayon bo'ldi-da. Ferma egasi-chi? Ferma egasini menimcha hokim o'zi bilan olib ketgan. Qayerga olib ketgan? Bilmadim, menimcha fermerchilikni unga o'rgatsa kerak. Tushunarli bo'pti. Unda hozir men birinchi tuxumlarni yig'ishtirib olay, keyin tovuqlarni qamayman. Lekin fermachilik juda ham qiyin ish, chorvachilik ayniqsa. Bo'pti. Endi janob mer buyurgandan keyin qilmasam na iloj. Keyin janob mer ishdan bo'shatib yuborishi mumkin, qishloqdan haydab yuborishi mumkin deganda. Xo'p, birinchi o'rinda tuxumlar qo'limda turaveradi. Ichkarida ham bor ekan, bu yerda nima bor ekan? Bug'doy bor ekan bu yerda. Tu hammang bu yoqqa kel. Davay tu. Davay ichkariga kiramiz. Tovuqchalar kenglar. Tu. Hammang yetadi. To'xta, bitta. Navbatga tur. Mana o'tolani olib tashlaylik. Navbatga turamiz, navbatga. Birma-bir kelinglar, birma-bir navbat bilan. Bo'ldi, senlar yetadi, bo'ldi. Mana kiring, bir to'xtang, kenglar, davay. Voy, asal to'g'ri. Ana chiqib ketdi, tayyor ekan. Qoch. Voy, yaxshi, ulgurib qoldim. Voy, menga qara, sen qayoqqa ketyapsan? Bu yoqqa. Tu. Kenglar. Voy, jo'jachalarim, kenglar, hammangki. Ortimdan davay. Let's go. Davay. Bular bu yoqqa aylanamiz, men ortimdan kelguncha men yopaman. Bo'ldi. Indamasdan anshaqda o'tirlaring, qolganini yig'ishtirib keling. Mana yoqda yur, menga qara, ortimdan yur. Menga qara. Tu. Tuxuming bor ekan seni. Malades ekansan, to'xta. Mana senga bitta. Davay, kelaring. Tu. Ko'payishdi-yu bular, yangilik qilib yubordi-yu, ha? Zo'r, malades. Hattoki to'g'rilar ham yangilik qilyapti, lekin men yangilik qilmayapman, chunki menga hali ko'p bor. Keladi, tu, tovuqchalarim. Ana qochib ketibdi yana. Menga qara, senga don kerak emasmi? Mana bu yerda bitta don bor ekan. Kel, davay. Tu. Keng hammanglaring kenglar. Davay. Kenglar, davay. Hammang davay, ortimdan davay. Let's go. Tu. Kelaring, ey. Men kutyapsan. Kelmaysanlarmi? Tu. Ular bitta отдельный oila qilib oldi, ko'rdinglarmi? Bitta bolasi, bitta onasi, bitta otasi bo'lib oldi. Mayli, ularni o'zi bilan. Janob mer aytgan ishni qilish kerak. Endi tuxum, ichkaridagi tuxumni ham olayin. Endi qanday chiqaman? Mana tovuqlar asabni buzadi. Davay, kela, hammangki. Bug'doy olib kelibman. Hammanglar endi qanday chiqib ketaman? Bir amallab qochib tursanglar, qochib turlaring, qoch. Eshikda oldida turishman, uraman lekin. Qoch dedim men senga. Jo'ja chiqib ketishi mumkin. Qochib tur. Sen ursam qara, jo'jacha, sen ursam o'lib qolasan. O'lsa kichkinaginasan, joning ham kamgina. Bo'ldi, endi bu tuxumlarni olib borib kafechiga berib kelaman. Keyin esa boshqa ishlar bilan shug'ullanaman osta-osta. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom. Jo'xa, qalaysan? Yaxshi, rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yosh oila bo'lib. Zo'r. Yangilik yo'qmi?
Jinnimisan, sen 1 yildan beri yangilik qilmayapsan, biz hozirdan yangilik qilamizmi? Ha endi meni vaqtim bo'lmayapti, ko'ryapsiz, ko'cha-ko'yda ishlab yuribman. Ha, yaxshi, bo'pti. Nimaga kelding? Tuxumlarni olib kelgandim fermadan. Fermaga sen ishlayapsanmi? Ha, egasi yo'qolib qolgan ekan. Yo'q, egasi yo'qolgani yo'q. Egasini hokim olib ketdi. Qayoqqa olib ketdi? Bilmayman, qayta o'qitishmoqchi ekan shekilli fermerchilikka. Ha, tushunarli. Mana tuxum sizga va mana buni ham hozir shu yerga qo'yaymi? Yo'q, jinnimisan, muzlatkichga qo'yib ber. Muzlatkichga turadi aytgancha tuxumlar. Bo'lmasa aynib qolishi mumkin. Mana qo'ydim birat. Bo'pti, yana bo'lsa olib kel. Siz pul bermaysizmi mabodo? Yo'q, pulim yo'q lekin hozirda. Pul bermasangiz lekin g'alati-yu. G'alati emas. Janob merga berganman pulini. Shunaqami? Bo'pti, mayli. Bitta kolezni ichib ketsam bo'lmaydimi? Kola pulli-yu. Brat, shunaqa qilmayman, sizni uylantirib qo'ydim lekin. Mayli, olib ketish kola senga. Rahmat brat, boringizga shukr. Chanqaymanda endi fermada ishlash o'zingiz bilasiz, oson ish emas. Yaxshi, shu brat ham yaxshi-da, lekin ba'zida yomonlashib qolyapti. Yanga, qalaysiz? Sherali qanday? Bizda Sherali jiyancha. Mana qarab turibmen, ko'ryapsizlarmi? Janob merda o'g'ilchasi, Sherali ismi. Yangi ism qo'ydik. Xo'p, ana endi nima qilish kerak? Yana tuxumlar paydo bo'libdi. Malladdes, zo'r tuxumni ko'paytiryapsizlar, gap yo'qsizlarga addoshi. Bu ketishda sizlar zo'r bo'lib ketasizlar. Ana endi sizlarni suvlarni almashtirishim kerak. Suvni almashtirish uchun birinchi bu suvni olib tashlash kerak bu yerdan. Bitta suv, ikkita suv, uchta suv, to'rtta suv, beshta suv. Suvni ichiga bitta tuxum kirib qolgan ekan. Hozir men sizlarga yangi suv olib kelaman, qochib turinglar. Bu suvni olib borib bilmayman, qayoqqadir to'kib yuborish kerakmi? Shu tomonda ko'l bor, adashmasam, o'sha ko'ldan olib kelaman, balinsaning orqasida. Ish qilib balinsadagi musorlar chiqazib o'sha to'kishmagan bo'lsa bo'ldi. Bu suvni nima qilsam ekan, bitta ko'l yasayman hozir men bu yerdan ko'lmakcha yasab ichiga to'kib qo'yaman. Ko'lmakcha nechta blok bo'lish kerak? U yoqda 4 ta adashmasam, fermaning ichida 4 ta blokdan yasalganida yo 5 ta ekan. Mayli, yana bitta qazish problema emas. 2 ta, 3 ta, 4 ta va 5 ta. Tamom. Endi 5 ta suv olib ketish kerak men bu yerdan. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta va 5 ta bo'ldi. Yetadi. Endi ular toza suv ichish kerak edi, tovuqchalarim. Agar toza suv ichishmasa dabdala bo'ladi. O'tgan marta toza qishloqda mer bo'lganimda bilasizlar, mana bu tovuqlar qochganda tarqalib ketgan hamma yoqqa. U bo'lsa keyin jitel menga kelib o'zini muammosini aytdi. Shunaqa bo'ldi deb. U vaqt boshqacha edi ferma, o'zgarib ketibdi anchagina. Mayli, hozir yana bitta don beray bularga. Yaxshi, dam turinglar, dam tur senga ham. Sen o'sha yemas ekansan, to'ygan ekansan shekilli. Demak, qaysinga beray yana? Qaysin yeysan? Jo'jachalar yeysizlarmi? Jo'jachalar. Jo'jacha. Kattarishing kerak. Sen yetuk jo'ja bo'lishing kerak, ya'ni tovuq bo'lishing kerak. Nima o'smayapsan? Shuncha don qayoqqa ketyapti? Nima o'smayapsan? Bir stak donni ham yeydimi? Ochofat ekansan. Tuxum berdi. Yaxshi, hatto tuxum berding-ku. Xo'p, endi bu yoqqa qaytarib suvlarni qo'yib chiqarayin tez. Obbo bitta suv jalga ketdi shekilli. Mayli, men ultimate bo'ldi-yu, mana bu bemalol. Ana endi olsam bo'ladi chotga. Satrlar olib qo'yamiz bu yoqqa. Menga qaralaring. Tuxumni tezlashtirmasanglar yoki ko'paymasanglar, senlarni bu yoqdan badarg'a qilib yuboraman, tushundinglarmi? Suv bor, suvdan ichib, dondan o't o'lanlarni bunday titsanglar, qaranglar, titasizlar-yu. Hech narsa chiqmayapti-ku. Titsanglar, xullas don chiqish kerak edi, bilmayman nimadir chiqmayapti. Mana chiqdi, ko'rdinglarmi? Don chiqdi. Uni donni yeysizlar keyin. Suvni ichidan hozir bittadan shuni kalla tashab, ichidan olib chiqib ye. Kalla tashashni bilasanmi? Uchishni o'rgandingmi, bratishka? Uchishni o'rganyapti. Yo'q, uchishni o'rgangan uchun bitta donni o'shanga beraman. To'xta. Qoch. Mana senga bratishka, bundanda baland. Mana ular ustiga chiqib uch, xo'pmi? Sen zo'r bo'lib ketasan yaqinda. Seni go'shtga topshirmaymiz, xavotir olma. Bo'ldi, endi bu yerdan chiqib olayda bir amallab yopamiz. Mana jo'jichi nima qilib? Qisilib qoldingmi? Nima qilyapsan? Texnologiya qilmoqchi bo'lyapti. Sandiqning ustidan o'tib ketmoqchi bo'lyapti. Davay, qayta urinish, davay. 3-urinish. Ikki marta uringan ekansan, men kiyginimcha adashmasam. Davay, sen uddalaysan. Sen buni uddalaysan. To'xta, men senga don beraman, keyin uddalaysan. Bo'lmasa uddalayotganga o'xshamaysan. Mana, davay. Uddalay endi. Men senga bir stak bug'doy berib yuborishim mumkin emas. Sen ochofat ekansan, menga qara. G'irt ochofat ekansan, bor, lekin kattalashmayapsan ham. Hatto bitta tuxum ber. Bo'ldi. Sen meni uxlatding, Sen meni uxlatding rostdan ham. Yo, tuxum berdingmi?
qochib tursa u kattalashdi. Молодец. Endi sen buni ustidan bemalol uchib kirishing mumkin, chunki sen endi kattasan. Bo'ldi. Xullas, jo'jalar shu yerda turinglar, hozir kelaman. Aytgan janob katta jo'jani ozod qilib kelish kerak. Katta jo'ja qayerda edi? Hozir mana bu yerda ketmoncha bor edi. Ketmonchani olaman, ketmon bilan haydab kelmasam uni qo'li bilan haydab kelib bo'lmaydi. Adashmasam mana shu tomonda edi shekilli. O'sha jo'ja bug'doy olib bormayapman. O jo'jani ham bug'doy bilan olib kelmasa, o'zidan o'zi kelmaydi shekilli. Xo'p, bug'doy olamiz bitta, yetadi bitta olsam. Keyin tu qilib kelaman. Ortimdan shu yoqqacha yugurib keladimi, yo'qmi bilmayman, lekin yugurtirib olib kelishga harakat qilaman. Xo'p, qani qayerda dedi? Ha, mana. Qafas qilganmi? Rostdan ham qamab qo'yishgan ekan. Mancha-yu buni kattaligi. Namcha katta bu jo'ja. Qo'ydan ham katta shekilli, men qo'yni qaranglar. Meni pashti belimdan kelyapti, ko'rasizlarmi? Bo'ynimga kelar ekan. Boshi faqat. O men jo'jani qaranglar endi kattaligini. Shu, buni kattaligini qaranglar. Bu meni bo'yimcha ekan, buni bo'yim, qaranglar. Shu mendan ham baland ekan ozgincha. To'g'cha, men seni qutqaraman, xavotir olma. Men senga bug'doy olib keldim. Bug'doy yeysanmi? Yesang kerak, bilmadim endi. Yemasang, lekin men senga bug'doy bermayman, tushundingmi? Yemasang nima qilasan bug'doy olib? To'g'rimi? Yeyish kerak, yemasang bo'lmaydi. Qo'y chaqani, qo'y bug'doy yermikan? Oy bug'doy, ay qo'y, bug'doy yesam, bu o'to'lan yeydi, bu bug'doy yemaydi aytgancha. Hozir yoki bunga mamnaqa berish kerak shekilli, o'to'lan emas, mamnaqangi somon berish kerak bunga. Qo'y, endi qo'y ferma qilmoqchiman, obunachilar xullas. Shu yedi. Yedi rostdan ham. Sen menga endi qo'zi ber. Qo'zi bermaysan. Senga aytgancha ikkinchi qo'y kerak, qo'zi berishing uchun. To'g'ri. Sizlar ikkita bo'lmasanglar qanday yangilik qilardinglar, to'g'rimi? To'g'ri. Ana endi men jo'jani olib borishim kerak. Xullas, eshikni ochamiz. Oy jo'ja, men seni olib ketgani keldim. Sen men bilan ketasan endi. Men senga bug'doy beraman, to'xta. Mana shunga buncha bermayman. Yarmini beray senga, chunki endi gavdan katta, lekin ko'proq berish. Hello Jones. Sen menga gapirishdan bil, ingliz tilini qayerdan o'rganding? Menga ham o'rgat, men ham ingliz tilini o'rganay. Nima deb tashlading bilmadimmi? Yur ketdi, men seni olib ketaman. Siqasanmi o'zi yerdan? Siqmaysan shekilli, ha? Sig'ib ol, lekin o mana bug'doy bor ekan. Yana bug'doy beraman, chiq. Mana shu yerdan chiqsang lekin bor-ku, senga yana bug'doy beraman. Davay. Bu sen buni uddalaysan. Men senga ishonaman. Davay, nima qilding sen? Sehrgarmisan? Qanday chiqding devorda ichidan? O sen точно sehrgarsan. Ko'zingni hamchi katta. Mayli, yur ketdi. Kelibsan ortimdan, davay. Let's go. Uchishni bilasanmi? Men ham ustingga minsam bo'lar ekan, o'zi kattagina ekansan. O ustingga minib ko'ray, mindirmaysanmi? Ha mayli. Lekin bolalaring bor-ku, katta bo'lib ketdi. Bolalaring boqyapman men. Onalik qilyapman bolalaringga. Endi o'zing onalik qil, xo'pmi? Endi menga mana bolangni qara, mana bu o'tiribdi bormasdan ortingdan. Yur. Bolang ham kelyapti, o'zing ham kel, davay. Davay, kelamiz, kelibsanlarmi? O yana bitta bolang ortingdan ergashib oldi, ko'rdingmi? Asta kelinglar, davay. Men senlarni qamashim kerak. O katta onalaring keldi, jo'jalar, katta ona keldi, katta ona. Hozir hamma endi shu tomonga kirtaman, o tuxumlar ko'payib qopti anchagina. Katta ona kir olasanmi? O kirdi ana u ham. Davay, let's go. Kira olmayapti-ku. Eshikdan sig'mayapti shekilli kattaligidan. Sakra, davay, sakra, davay, sakra. O nima kira olmayapsan, ey? Sakrash bilmaysan. Bilmas ekan shekilli. Men ularga bug'doy berayin. Oy, sakrab kir. Gavdangni qari eshak ichasan-ku. Nahotki sakrab kira olmaysan. Eshik ochiq turibdi, eshikdan sig'maysan tochni. Молодец, senga men yana 1 2 3 4 5 6 ta 7 ta xolos beraman, nechtadir. Xayr. O thank you, rahmat dedi. Молодец. O'sha inglizchani yorayapsan. Bolalaringga ham o'rgat, ayil solsin. Ana qocholmadi. Chiqib keta olmadi. To'xtaylik, men chiqib ketay. Oy, sen qayoqqa ketyapsan? Ishi bor ekan shekilli. Men oyog'ini cho'qib kelaman, bilmayman. Xullas, akalar, tog'alar, opalar, singillar hamma mashhad indamasdan o'tirlar. Xo'pmi? Men ketdim, ishim bor.